Tahlillarga ko'ra, dunyoda 500 million nafardan ortiq inson gepatit virusi tashuvchi hisoblanadi. Bu OIV va barcha turdagi saraton kasalliklariga chalingan umumiy bemorlar sonidan 12 baravar yuqori ko'rsatkich. Qolaversa, sayyoramiz bo'yicha yiliga 1 milliondan ortiq odam gepatit tufayli vafot etmoqda. Shu bois ushbu xastalikka chalingan bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, unga tashxis qo'yish va davolash muhim masala hisoblanadi. Bu borada yurtimizda tizimli ish yo'lga qo'yilgan. Virusli gepatit o'zi nimasi bilan inson hayoti uchun xavf tug'diradi. Inson bu kasallik bilan kasallangandan keyin o'zini kasalligini bilmasdan sog'lom hayot kechiradigan insonlar bilan birgalikda ishiga borib keladi, o'z turmush tarzini davom ettirib yuradi. Ichkarida kirgan viruslar sekinlik bilan jigar faoliyatini buzib, bir necha yildan keyin bemorda jigar sirrozi, jigar rakini keltirib chiqaradi. Kasallikning ushbu xavflari inobatga olinib, davlatimiz rahbari tomonidan 2022-yilda tegishli qaror qabul qilingan. Unda virusli gepatitni erta aniqlash uchun yurtimizning barcha hududlarida skrining tekshiruvlarini o'tkazish va kasallikni davolash qamrovini oshirish vazifalari belgilab berilgan. Bu borada Virusologiya ilmiy tadqiqot institutining o'rni beqiyos. Hozirda institutning maslahat diagnostika poliklinikasida yuqumli kasalliklar bilan murojaat qilgan bemorlarga yuqori malakali tibbiy xizmat ko'rsatilmoqda. Zamonaviy uskunlar bilan jihozlangan referens laboratoriyada esa tahlillar malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Gepatitni samarali aniqlash maqsadida institut zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlanmoqda. Jumladan Germaniyaning Gannover tibbiyot maktabi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan loyiha doirasida OTT elastograf apparati olib kelib o'rnatildi. Germaniyalik professorlar yurtimizda bo'lib, 40 nafardan ortiq mutaxassisni uskunadan foydalanishga o'rgatishdi. Shuningdek, mutaxassislarimiz Germaniyaga yuborilib, malaka oshirib qaytdi. Bu esa jigar kasalliklarini tashxislashning aniqligi va tezkorligini oshirish imkonini bermoqda. Elastrometriyada jigar to'qimasining qattiq va yumshoqligini aniqlab beradi. Jigar zararlanish kasalliklarida, jumladan gepatit B, C, alkogolli etiologiyali gepatit, agentlar bilan zararlangan jigarlarda biz qattiqlik, yumshoqlik darajasini aniqlashimiz mumkin. Yurtimiz bo'ylab oilaviy va ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarda virusli gepatit kasalliklarini aniqlash uchun bepul skrining tadbirlari tashkil etilayotgani alohida ahamiyatga ega. 2022-yildan boshlab respublikamizda har yili 1,5 million aholi gepatit B va gepatit C kasalligiga birlamchi bo'g'imlarda bepul skrining tekshiruvlari amalga oshirilmoqda. Bu yildan boshlab har yili 1 million respublika aholisi bepul skrining tekshiruvdan o'tkazish amalga oshirilmoqda. Natijada kasallik erta bosqichlarda aniqlangan bemorlar to'liq davolash bilan qamrab olinmoqda va ularning aksariyati xastalikdan forig' bo'lyapti. Men 3 yildan beri virusologiyada litseyni olib, juda yaxshi natijalarga erishib keldim. Hozir ancha yaxshiman. Shifokorlarga kattakon rahmat. Har yili dunyoda va bizning yurtimizda ham 28-iyul Xalqaro gepatitga qarshi kurash kuni sifatida keng nishonlanadi. Shu sababli ham shifokorlarimiz ushbu yo'nalishdagi ishlarga katta e'tibor qaratib, xastalikni davolashdan ko'ra uning oldini olishni afzal deb bilishadi.